Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Qashqadaryo viloyati Kasb tumaniga kelganmiz seminarga. Biz hozir sizlarga taqdimot qilib qo'yayotgan o'g'itimiz Extrafos 315 MPK o'g'iti. Bizani bundan tashqari yana 3 xil formulyatsiyamiz bor. Bu faqat 15ligi. Biz buni ekish oldi yer tayyorlashga yoki ekish bilan birga berdirganmiz. Menimcha Qashqadaryoda berganlar bor buni. Qashqadaryoda berganlar bor. Bu 15 MPK o'g'iti o'simligimizni mana shu 3-4 chimbarg birinchi kultivatsiya bo'ladigan davr bor. Birinchi o'g'itlikning davrimizdan to shonalashgacha, gullashgacha bo'lgan davrga to'g'ri keladigan o'g'it bu formulyatsiya. 300 kg dan beri saylasizlar, aynan mana shu davrdagi birinchi silitra beradi ko'pchilik. Ham silitra o'g'itlashi, ham mana bu o'g'itlashi o'tib ketadi. Yerni holatiga qarab 300 kg o'rta tuproqlar, bali boniteti 50 dan yuqori bo'lgan tuproqlar uchun aytyapman. Bu kaliy xlor shaklida o'g'it tarkibidagi xlor lekin pasaytirilgan 3% dan oshib ketmaydi xlori. Kamiga 5 xil mikroozuqamiz bor. Rux, temir, magniy bor. U mezo-ozuqa bilasizlar. Mikroozuqa deb aytib ketyaptim. Bu yerda sal xato yozilibdi. Kobalt, mana buni o'rnida kalsiy emas. Kobalt bor tarkibida. Bu sinergik ta'sir qiladi. Azot, fosfor, kaliy sinergik ta'sir qilib, bir-birini birinchidan o'zlashishini kuchaytirib beradi. O'simlikni sog'lom oziqlanishini ta'minlab beradi. MPK o'g'iti, aynan biz aytayotgan MPK o'g'iti mana shu davrga bemalol 3 ta davrgacha bemalol o'simlikni sog'lom oziqlantira oladi. Mana bu davrga o'tgandan keyin mana ko'saklash boshlanadi-yu. Ko'saklash boshlangandan keyin bizda bunga yana boshqa o'g'itimiz bor, boshqa formulyatsiya 5, 15, 30 degan formulyatsiyamiz bor. Buni o'rtacha 150-200 kg dan shu davrda beriladigan bo'lsa, paxta sog'lom bo'lib, chiroyli hosil beradi, 15% gacha hosildorlikni oshirib beradi. Misol uchun dehqonlar orasiga kelib, biz o'zimiz ham dehqonchilik, meva sabzavot yetishtirib bilan shug'ullanamiz-da. 50%, 60% deb men bir yolg'on gap gapirib ketish niyatim yo'q. 15% gacha hosil oshirishga kafolat beramiz. O'g'itimiz tasdiqlangan. Zavod Toshkent viloyati Angren shahrida. Chegin puli 800 so'm, 400 so'm qopi. Tonna 8 million. Birja savdolar orqali bemalol xarid qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati bor, tekin yetkazib beriladi. Agar bu tomchilash uchun mo'ljallab chiqarilgan o'g'it emas. To'g'risini aytib qo'yaveraman. Tomchilash uchun chiqarilgan o'g'itlar hammasi toza fosfat kislotadan, toza xomashyodan chiqarilgan bo'ladi. Eritganda cho'kma hosil qilmaydi-da, oson erib, ionlarga ajralgandan bir tekis ionlarga ajralib ko'proq, misol uchun fosfat qoldig'i ham ko'proq bo'ladi. Hamma narsasi toza bo'lganligi uchun u tomchilash sug'orishga to'g'ri keladi. Emitrlarga tiqilib qolmaydi, filtrlarni to'lg'izmaydi. Bu o'g'itimiz tomchilash sug'orish uchun deb biz agitatsiya qilmaymiz. Lekin tomchilash sug'orish uchun mo'ljallangan monoamoniy fosfat o'g'iti bor, 13-13, 3-20 shunga o'xshagan parashkoviy MPKlar bor. Shularni ham tarkibidagi fosfori aynan digitrofosfat shaklida bo'ladi. Buni agar eritib, tomchilatishda eritib turib, to'liq erigandan keyin tagida to'ldiruvchi moddalari bor-da, buni bentonit bor, qo'shimchalari bor, keyin ozgina gipsi bo'ladi tarkibida. O'shalarni cho'kmasini olib tashlab turib, faqat suvini nazorat bilan berib, har ikki suvdan keyin tomchilatish lentasini orqa tarafdan ochib, suv bilan yuvib chiroyli qilib ishlatsanglar, xuddi o'sha tomchilatish o'g'itlariga o'xshab ishlaydi bu ham. Oziqa elementlari bir xil, faqat bunda ballast moddalari bor tarkibida. Suspenziyaga biza suspenziya o'g'it emas bu birinchidan. Suspenziyaga faqat ekonom variant sifatida g'allaga, paxtaga 4-5 kilodan tavsiya qilamiz. Undan ko'p tavsiya qila olmaymiz. Vaqtida kultivatsiya qilmasak, vaqtida o'shani agrotexnikasini qilmaydigan bo'lsak, oq ildiz o'sha hosil ildizlarimiz uzilgandan keyin bitta nimamiz to'kiladi. To'kiladi, egatimiz ichi to'lib qoladi, toshib nimasi bo'lar ekan. Bu bir. Ikkinchisi to'kilishiga sabab bo'ladi o'sha tuproq tarkibidagi o'simlikka kerak bo'ladigan oziqa elementlarni yetishmasligi. Asosan kaliy. 15% kaliysi bor deyapti. Bizda 10 dan 2 ta fermer kaliy berishi mumkin. Yo 3 ta fermer. 10 dan 7 ta fermer kaliy nimaligini bilmaydi. Bilmaydi. Men shuning uchun aytaman, birinchi kultivatsiya bilan 200 kg, 300 kg agar o'g'itini solib beradigan bo'lsa, mayli. Keyingi etapga karbamid berasizmi? Keyingi etapga ammoniakni selitra berasizmi? Uni hisobini qilib ketavering. Lekin bir martaga o'sha umumiy maydoningizlik 50 gektar bo'ladigan bo'lsa, shuni 50% ga sinab ko'rsalaring nima qilmaysizlar. Bazasini qilsa, erta kelasi yilga nima bo'ladi? Baza bo'ladi. Agar bugun bu yil effektini sezsak, nima chiqadi? Mana hozir biz Shinjon usulida ekilgan paxtamiz bilan oddiy usuldagi farqi bor-ku. Shinjon hozir 1,5 qarish bo'ldi, 30 sm. Shinjon shonalab plyonkaga ekilgani bu juda bir odam kayfiyatini ko'taradigan bo'ladi. Lekin da oddiy nimada ekilgani hali o'nib chiqmagan emas, o'nib chiqqan oddiy usulda. Hali 2 quloq, 3 quloq. Bitta, ikkita chimbargi bor. Lekin Shinjon usulida ekilgani 30 sm bo'ladi. 5 tadan 6 dan nimasi ba'zi joylarda nima ham ko'rsatgan. Shona ham bor. Keyin yana o'sha yerda qilamiz.
tayyorlayapmiz. Ha, ko'rish kerak ko'zi bilan. Ko'zi bilan ko'rish kerak. Mana bizga effekti. Hozir men bekorga aytmadim. Kimdir aytadi, chigit yomon. Chigit yomon emas, o'zimiz yomon. O'zimiz bilimsizmiz. O'zimiz. Men shu Husanni joyi Husanmidi? Ha, haydar. Necha kun oldin aytdim sizga chigit suv olishga joyi. Men 20 kun, bir oy oldin birini aytdim. Tushdim dalasiga. Ilyos dedim, buni dalasiga chigit suv olish kerak. Chigit suv olish kerak. Ko'karmaydi u paxtang dedim. Yo'q, ko'karib kelyapti dedi. Yo'q, ko'karmaydi, kiringlar. Men o'rtadan tushdim ko'ndalang dedim. Menga qiziq emas uni dalasiga o'rtaga chiqitadimda yechada turibdi. Selka paddelka. Paddelka. Boyagi pnevmat selka bekorga emas, vakuum bilan ekadi. U chigitni mana buni qadaydi. Bizning selkamiz chigitni yotqizadi. Mana bunday tashlaydi oddiy usulda. U qadaydi u mana bunaqasiga urib beradi. Bitta chigitni yoniga agar ammafos bilan ekadigan bo'lsa, 2 dona o'g'idin tashlab beradi. Shakarob qilib qo'yib beradi chigitni. Jinni emas-da u olimlar nima so'rar ekan. Vakuum bilan ekib beradi. Shuning uchun uni nimasi bor, o'lchovi bor. 2 ga, 3 ga, 5 ga qo'yadi. Undan ziyod ekmaydi. Bizda oddiy sichqi 3-4 selkamiz orqasidagi yuki qancha og'ir bo'lsa, shuncha pastga ketadi. Shuncha. Yengil bo'lsa, shuncha yuzada qolib ketadi. Shuning uchun o'zimizning xatomiz bilan bo'lgan joyi ko'p. Agrotexnikada xato qilish bu kechirilmaydi. Kechirilmaydi. O'rnini tiklab bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bugungi har bir kun fermer uchun g'animat. Bugungi har bir soniya, har bir minut fermer uchun qimmat. Men bekorga aytdim, sizni oftobga chiqarib qo'ygan bekorlarimiz hamma boyagi soyaga tortadi. Nimaga soyaga tortadi? Kim dalaga ko'chib chiqdi? Kim? Kim qo'lida ketmon bilan turibdi? Kim kuzgi tunlarni ketidan yuryapti? Kim? Barmoq bilan sanarli 8 ta 10 ta odam. Qolganing ishching aytganini, suvching aytganini, dalaga borib kelgan o'g'lingiz yo ukangiz borib aytganini gapirib beryapsiz menga hozir. Bu seni boya atqotingni olmaydi davlat 3200 so'm dedik hozir. Siz arpangizga oziqaga, ko'kizga yem bo'ladigan narsangiz 3200 so'm pul to'lamaydi. O'zing ham olmaysan. Borib unda deb puflab ko'rasan bug'doyga borib, bir joydan bug'doy oladigan bo'lsan, puflab, sug'urib, ko'tarib ko'rasan. Agar u 3000 desa 1,5 mingdan boshlaysan. Mita tushibdi desan, buning doni sechka desan, balo desan, batar desan, har baloni aytasan. Erta 16-sentyabr yo 16-oktyabrda turibmiz. Shunga baho bo'ladi, shunga zamin bo'ladi. Men bekorga paxtani gapirmasdan o'tmadim. Sen o'zing uchun qilasan. O'tgan safar qilganlar ham shunaqa dedi. Bu ertaga donadorligini oshirib beradi, unumdorligini qildirib beradi. Tuproq g'avok bo'ladi. Bercha emas. Mana bizdagi qizil, ba'zi joy qizil tuprog'imiz bor, tosh. Kessak suv tushsa, agar vaqtida kultivasiya qilmasang, toshdan ham qattiq bo'ladi. Beton bo'lib qoladi. Bu nima berib turadi? Mana Endaraqa bilan kecha gaplashdim men Prakash bilan, Mr. Prakash bilan. Somonni, g'o'zani maydalashdan maqsad nima ularda? Shu tuproqni donadorligini oshirish. Donadorligini oshirish. Biz yerdan olyapmiz, yerga bermayapmiz. Yo'q, bermayapmiz yerga. Biz qachon yerga bersak, yer ham to'yinsa, erta bizga mahsulot beradi. Bo'lmasa yo'q. Endi 27-yilda biza xudo xolasa Qashqadaryoga zavod ochish niyatiga taraddudamiz. Qayerdan? Kasbidanmi? Kasbidan, xudo xolasa. Kasbidan bo'lsa ma'qul. Sharoitini aniq qilib bersa, xudo xolasa ochamiz. Masala yo'q.